Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub, xorijdan Amerikadan Tarixomonatlar kanali va gruppasi. Bismillahirrohmanirrohim. Bahorda oxirgi oy bo'lgan may oyining 13-kunida turibmiz. Zulqa'da oydamiz. Mana havo chiroyli, bahor kelib, yashilliklar boshlanib, Amerikada ham Qur'on kurslari, masjidlar, yangi qurilishlar, jamoatlar, hamma dindagilar o'zining dinida chiroyli ibodat boshqada yurib turish kuchayib turgan bir vaqtda ba'zi bir islom mintaqalarida ta'qib-ta'ziqlar, masjidlar buzilishi, bu narsalar davom etyapti. Jumladan bizni vatanimiz O'zbekistonda ham. Bundan ro'pparasa 30 yil burun Abduvali Qor aka degan odam yo'qolgandi. O'g'irlab ketilgandi. Azizlar, mana Andijon qirg'ini qatliam bo'lib, xalq otildi hukumat davlat tomonidan, diktatura Islom Karimov vaqtida. Bugun Bon degan shahrida, Germaniyada faollar tomonidan kichkinagina protesto namoyish dunyoga bildirish bo'lib o'tdi. Mana bugun bo'lib o'tyapti, 3-4 kundan beri. Shu Andijon qatlamiga 20 yil bo'libdi deb, shu o'tganlarga ta'ziya bildirib, shunaqa bo'ldi, 20 yilda ochilmadi, hukumatlar almashsa ham degan fikr bo'ldi. Ikkinchisi Boysunda 3-chi portlash bo'libdi, halok bo'lganlar bor xalqimiz, ularga ta'ziya bildiramiz. Farg'onada bir necha oy burun bo'lgan o'sha gaz quyish shoxobchasida 40-50 dan oshiq odamlar, xalqimiz vakillari portlashtirildi. Hukumat boshqalar ta'ziya bildirmadi, jazo qilmadi. Biz Amerikadan turib shularga ta'ziya bildirib turib bugungi chiqishimiz boshlaymiz. Bugungi chiqishimiz Mubashshir Ahmad ulamo ajoyib bir vatani, xalqi, millati, davlatiga, mintaqasiga, insoniyatga foydali bo'lgan xayrli inson to'g'risida bo'ladi. Kechagina ertalab turib Amerikada shu 9:30larda nonushta vaqtida bir xabar eshitib tarqadi, internet boshqada. Mubashshir Ahmad ushalib deportatsiya qilindi, bekitilyapti, hech kimga ma'lumot berilyapti, Turkiyadan O'zbekistonga degan xabar hammani bezovta qildi. Biz ham oxiriga yetolmadik. Haqiqatda Turkiyada ham, O'zbekistonda ham bunga hukumat, davlat hech qanaqa javob bermadi. Faqat bir donagina advokatni Turkiyada xabari bilan tarqaldi bu narsa. Keyinchalik biron narsa bo'lar deb surishtirib o'rganganimizdan keyin taxminlar kuchayib, reportajlar, internetda bahslar kuchaydi. Hozirgina biz olgan xabarimizda shunday narsa eshitdikki, vatan ichida mustaqil manbalar, shunaqa bir harakatga tushib xabarlar tarqatuvchi insonlar bu narsani berib turuvdi. Daryo.uzda ham berilgan xabarda hukumat tan olganini, Ichki ishlar vazirligidaligini va tergovlar bo'lib 2 dona ayblov bilan olib kelinib qamalganini eshitib juda bir taajjubga tushdik. Yangi O'zbekiston, inson haqlari, demokratiya degan chiroyli gaplar aytilayotgan parlament, senat, prezident tomonidan davlatda shu ishlar bo'lganiga biz ham hayron bo'ldik. Nahotki 2 xil fikr bo'lyapti, shu fikrni qaysinisi to'g'ri degan fikrga bordik. Oxiri biz ko'pchilikka aytdikki, agarda O'zbekiston hukumatidagi o'sha o'tirgan prezident Mirziyoyevni mana ko'pchilik yaxshi deb ishonib ungacha yetib bormayapti deyapti. Bu xabar yetib borganiga mutlaqo ishonamiz. Parlament, senat, ichki ishlar, vazirlar, hokim hamma yoqqa tarqab bo'ldi. Agarda birovni to'yini buzmagan, insoniyatga, xalqi, davlati, millati kimsaga zarari bo'lmagan, hech qanaqa radikal terrorist buzg'unchilik bo'lmagan, xavfli bir narsa tarqatmagan, qilmagan, kitob va maqola yozmagan bu olim, din ulamosini dindan boshqa nima tashvishi bor? Vatan va millatni mustaqil O'zbekiston taraqqiyoti, muammolar tuzatish uchun faqat tavsiya beryapti. Vatan ichida ham, xorijda ham tavsiyani to'xtatmay, go'zal shaklda islom odobi, axloqi bilan demokratiyaga tushadigan insonlarni ko'yniga tegmaydigan qilib tavsiyani sokin, chiroyli beryapti. Shuni ko'tara olmagan xoinlar, o'risparastlar, bizni mustaqilligimiz dushmanlari, o'zbek va islom dushmanlari, O'zbekiston dushmanlari bor ekan shekilli, ular shuni olib ketib mana so'roq. Bu odam podvalda yirtildi o'tiradigan, so'roq qilinadigan, deportatsiya qilinadigan odam emas. Tezlik bilan ozodlikka olib chiqib qo'yinglar va mana prezident ham, senat ham, hukumat, parlament obro' qozonadigan bir mavzu boshlandi. Xalqqa mana biz bu odamni mana olib chiqib qo'ydik deb olib chiqib qo'yolsa, xalq yana hukumatga, davlatga, parlament, senatga ishonadi, prezidentga. Men hazillashmayapman, 2 xil fikr bor. Xalqni bir qismi u deydi, birisi bu deydi. O'sha yaxshi deydigan tomonni isbotlash uchun bugun hukumatga, prezidentga, senatga, parlament, ichki ishlar, DXX deydimi, sud, prokuror, KGB hammasiga bitta tavsiya olib chiqib qo'ysa ozodlikka. Bu
Boshqa yo'li yo'q. Bo'lmasa xalqning ichida boshqa bildirilayotgan fikrlar to'g'ri bo'ladi. Ana shuning uchun internatlarda Qobul Do'stov vaqtida krossovkasini ko'tarib chiqqanda qanaqa faol bo'lib harakatga tushib qutqarib oldinglar. Hukumat aytganiga erishib, buni qo'qitib, urib, tepib, ovozini o'chirib, baribir 6 kunda chiqarib o'zini maqsadiga yetgan bo'lsa ham, xalq ham maqsadiga erishib chiqarib oldi. Nimaga? Allohning lutfi bo'lgan, berilgan bir ulamodi, pokiza bir insonni. Biz hammamiz musulmonmiz, namoz o'qigani, o'qimagani, o'rislar davrida buzilib, o'risparast o'g'illar ham hammasi ertaga tushunadi. Musulmonmiz, musulmon avlodimiz. Nimaga shunday ilmli, olim, beozor insonni qoralab, ig'vomi olib kirib qo'ysa jim turamiz? 30 yil burun Islom Karim vaqtida yo'q qo'yilgan Abdulla O'tayev. Yana bittasi mana bu yerda ikkita Madina universitetini tugatib kelgan toshkentlik Oqilxon Yunusov, olim, professor, Farruh Haydarov, Abdulla O'tayev, Obidxon Qorining o'g'li, yana oddiy inson Ulug'bek Eshov, Shvetsiyada onasi faryod urib yig'layapti. Yana bittasi alloma, bizni O'rta Osiyo, Turkistonga Allohning bir nuri, Allohning bir rahmati, Allohning bir chiroyli bir lutfi bo'lib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni, Alloh va Rasulining ta'limotini berayotgan Abduvali Qori akadek odamni o'ligi tirigi qada bilmaymiz, hozirgacha javob bermaydi hukumat. Hukumat biladi. Mana shunday holat ikkinchi marta takrorlayaptim deb bizdan so'rayapti. Biz kimmizki? Biz sizlarga murojaat qilib, vatanning ichida vatanparvar o'sha insonlar, hukumat, davlat, prezidentda qolgan bo'lsa, senat boshqa hammasida. Shular maydonga chiqib kelinglar. Masodani qo'yib yuboraylik. Haqiqatda ayb yo'qligini sizlar ham bilasizlar-ku. Kim qilyapti? Kim bu millatimiz, vatanimiz, davlatimiz, hukumatimiz, parlament, senat, prezidenti nomunosib kirlatyapti dunyo sahnasida deb qo'yib yuboringlar, chiqarib yuboringlar. Bugun maydonga chiqinglar. Abduvali Qori akani qutqara olmadik. Boy berdik. O'lik qada bilmaymiz. Shahid ketgandir inshaalloh. Ya'ni shahid hisoblanadi. Bugun Mubashshir Ahmadni ham bugun yerto'lada so'roq qilishiga, bu kirli joylarga tushishiga biz qarab tursak, xalqlar do'stligida askar konsertlarda oshlarni dimlamalar deb, menga nima deb yurib turadigan loqaydlardan bo'lsak nima bo'ladi? Biz o'zbekmiz, musulmonmiz, o'zbekistonlimiz. Bayrog'imiz, millatimiz, mustaqilligimiz bor. Manaqa tarixga ega bo'lgan Bobur Mirzo, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdilarni sulolasimiz deyishga haqqimiz bormi? Shuning uchun internetlarda ko'chaga chiqib ubu qilinglar deymiz, darrov noto'g'ri tushunishadi. Internet to'ldirib yuboringlar. Oddiy odamni hammalarga Mubashshir Ahmadga ozodlik deylar. Yozinglar, chizinglar, advokatlar 100 ta borsin, 1000 ta borsin. Sudga boringlar, ochiq sud qilsin, qatnashsin. Bu odam sud qilinadigan odam emas. Kechirasizlar, hayajonsiz, baqir-chaqirsiz gapirib bo'lmaydigan holat. Chunki bu yerda O'zbekistonning mavqei avriy turibdi. Prezidentni, senatni, hukumat, parlamentni dunyo sahnasida avriy turibdi. Agarda Mubashshir Ahmad ozodlikka chiqarilmasa, bu aybdorlar, bu odamni qoralaganlar o'zlari qamalib, bu odam ozodlikka chiqilmasa, xalqning ichida ikkita fikr bor. Bitta fikr yaxshi fikr, bittasi juda xunuk, men tilga ham olib bo'lmaydi. Hukumat, davlat, parlament, prezident, senat hammasi to'g'risida o'sha fikr rostligi isbotlanadi. Allohga yomon to'ylar, Fazliddin Yoqub faol bo'linglar, Mubashshir Ahmadga ozodlik.